Temur O'rta, Janubiy va G'arbiy Osiyo, shuningdek Kavkaz, Povoljiya va Rus tarixida muhim o'rin tutgan O'rta Osiyolik turkiy hukmdor, sarkarda va zobit. Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kish, ya'ni Shahrisabz yaqinidagi Xoja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Mavaraunnahrda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Mavaraunnahrning bosh amiri Qozog'on Amir Temurning qobiliyatlariga ishonch hosil qilib, shu yiliyoq unga nevarasi Uljay Turkan og'ani nikohlab beradi. Ushbu nikoh sharofati bilan Qozog'onning nevarasi Amir Husayn va Amir Temurlar ittifoqi vujudga keladi. Bu ittifoq Mo'g'ullarga qarshi kurashda juda qo'l keladi. 1356-yil Amir Temurning ikki o'g'li dunyoga keladi. Jahongir va Umar Shayxdir. Amir Temurning asosiy vazifasi parchalangan davlatga bardosh berish va alohida yerlarni bir davlatga birlashtirishdan iborat bo'lgan. Mazkur davlatning poytaxti etib u Samarqandni tayinlab, tezkorlik ila shaharning himoya devorlarini, qo'rg'onlar va saroylarni barpo etishni boshlaydi. Amir Temur Amudaryo va Sirdaryo orasidagi yerlarni, shuningdek Farg'ona va Shosh viloyatlarini o'ziga bo'ysundirib birlashtiradi. So'ngra bosqinchilik yurishlarini boshlaydi. Amir Temur 1405-yil Xitoyga yurishi vaqtida O'tror shahrida vafot etgan. Amir Temurning hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli maxsus asar yozilgan. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, O'rta asrning bebaho tarixiy manbasi hisoblanadi. Mavaraunnahr savdo-sotiq, iqtisod va madaniyat markaziga aylanishi zamirida Samarqand, Kish, Buxoro, Termiz, Toshkent, Marv va boshqa qadimiy shaharlar obodonlasha boshlagan. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda, ham jangchi sifatida gavdalanadi.